bo'lyapti-da, shunaqami? Undan ham ko'proq. Kamida minimumda endi bu. Minimum. Juda zo'r. Juda ham shug'ullandik. Bu yerga dars vaqtidan ham oldin kelib turib, shu yerda joylarda o'tirib bolalar bilan birga hammamiz komanda bo'lib ishlab, o'rgandik, bilim almashib. Hammasi ajoyib bo'ldi. Juda ham xursandman. Rahmat. Xudo xolasa bir 5 oydan keyin yana sizni chaqiraman. Xudo xolasa. O'zingiz yana fikrlaringizni aytasiz. Ya'ni bularda hammasini qanaqa ishlatdingiz bu bilimlarni, foyda va zararlar nima bo'ldi? Hammasini Xudo xolasa 5 oydan keyin bolalarni yana chaqiraman, gaplashamiz. Azam kattakon rahmat. Rahmat sizga. Qalay kayfiyatlar? Kayfiyatlar ajoyib. O'zingiz haqingizda bir gapirib bersangiz, qanday shu kripto tradingga kirib keldingiz? Nimalar bo'ldi, qiyinchiliklar? Albatta, bo'ldi. Kichkina tayyorlab olgandim, o'zi nutqlar so'zlab turaman-da, katta joylarda. Bilinyapti o'zi. Qolaman, podskaska qilib olaman o'zim. Podskaska qilib olasiz. Xullas, 2023-yil boshlaganman bu sohani. Buni boshlashimga sabab